Ona men keldim. Sizga ko'p narsalar olib kelmoqchi edim. Pulim yetmadi. Xorbeylar. Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom. Amaki, menga oyligimni bera olasizmi? Pulni nima qilasan yosh bola? Oyligingni 15-da olasan. Hech yo'q, bo'lmasam vaqt ketaveraymi? Onam tug'ilgan kunlar edi. Ha, bor ketaver. Olmayman aka. Salomat bu. Ke. Shu gullizni nechi pul? 150 ming. Shu gullizni menga qarzga berib qo'ya olasizmi? Yo, berolmayman. Bor, chiq. Yo'g'ri. Ha, tinchlikmi? Ha, buni qarang, o'g'irlik qilyapti. Ha, bolakay, bu gulni nima qilasan? Amaki, bugun onam tug'ilgan kunlar edi. 15-kuni pulni olib kelib beraman. Shunaqa degan? Mayli, buni puli shart emas. Onangga bizni ham duo qilib qo'ysin. Xo'p, rahmat amaki. Kaltni berib tur, bizga borib keling. Bo'pti, hushyor bo'l. Amaki, kech bo'lib qoldi. Men tashlab qo'ya olasizmi? O'tir. Shunaqa degan. Isming nima? Abubakar. Yoshing nechida? 10da. 35 ga kirib, onamga gul olib borganimni eslolmayman. Pul, mol dunyo deb oilamga vaqt ajrata olmay qoyil qoldim senga bolakay. To'xtab turing amaki, yetib keldik. Yetib keldikmi? Tushunmadim. Hindistonga kirib ketdimi? Kiraychi. Yarım ko'nglim Ona men keldim. Sizga ko'p narsalar olib kelmoqchi edim. didor qilsaydi sochlari Pulim yetmadi. orangizda onam bo'lsaydi. Ey bolam, onangni sog'indingmi? Juda ham sog'indim. Bugun vaqti borida ota-onamizni qadriga yetaylik. To umrimning oxirigacha ota-onamni xizmatini qilaman deganlar. Eshitamiz. Orangizda